Assalomu alaykum o'rtoqjonlar va O'zbekistonda yashayotgan vatandosh ayollarimiz, qizlarimiz, Turkiyani havas qilayotganlarga ikkita narsa aytmoqchiman. Men masalan 20 yildan beri Turkiyadaman. Turmush o'rtog'im turk. Turmush o'rtog'imga burada mana turmush qilganimizga ham 20 yil bo'lgan bo'lsa, enam Uchqo'rg'ondan ko'rdim. Yaxshi ham kaligi ko'cha ko'rgan ayolman, o'zim eplab ketdim. Batta ko'pchilik turklarda o'zini uyi yo'q. Ko'pchilik ijarada o'tiradi. Bizi ba'zi bir O'zbekistondan kelgan ayollarimiz Turkiya turmushga chiqdim, hamma yo'q, menga zelyoniy bo'ladi yoki menga Turkiyaga kelib turmushga chiqmoqchi bo'lgan ayollarimiz men tavsiya qilmayman batga kelib turmushga chiqishlarini. Chunki O'zbekistonimizda masalan turmushga chiqsalaring hamma o'zbeklarimiz o'zlarining uylari bor, joylari bor, ijara yo'q. Batta hamma ijarada yashaydi. Kamdan kam odamda o'zining uyi bor. Hech ham havas qilmaylar. Men enamni Uchqo'rg'ondan ko'rdimki, nariyog'i yo'q. Mana 20 yildan beri shatdaman. O'sha yerda ham O'zbekistonda ham qiyin edi, batga kelib yana battar qiynalib, Xudoga shukr mana u bilan manaqa qilib qazanib, mana tayimda mashina uchastkalarda oldim, boshqa qildim. Shunaqa, hech ham Turkiyani havas qilmaylar.